Xitoy xalqaro jamiyatni aldash uchun maxsus o'mak tashkilladi. Xitoy Sharqiy Turkistonda ilib berayotgan uchiga chiqqan bostirishlari sababli xalqaro jamiyatning ayblashiga duch kelayotgan bir paytda Xitoy xalqaro jamiyatni aldash maqsadida Xitoy yasab chiqqan diniy zot ijtimoiy fan mutaxassislaridan tashkillangan Xinjiangni, ya'ni Sharqiy Turkistonni tonishtirish o'miki Germaniyada Sharqiy Turkistondagi Xitoy tajovuzlari paydo qilgan zulmatni tong yo'riqi deb tonishtirishga boshlagan. Xabarda mazkur o'mak boshlig'i Wang Yanjong Germaniya poytaxti Berlinda ochilgan yig'inda Germaniya tadqiqot sohasidagilarga Sharqiy Turkistondagi inson qilibidan chiqqan bostirishlarning o'rniga xalqning turmushi yaxshilanib, har qaysi millatlarning o'zaro berish kelishi kuchaydi. Muhit, diniy erkinlik qatorliq sohalarda zo'r natijalar qo'lga keltirildi deb bildirilgan. Iroq armiyasi Kerkuk bilan Shangalni qo'lga kirgizdi. Iroq xavfsizlik kuchlari Kerkuk aerodromi, Shimoliy neft shirkati, Kayvan harbiy bazasi, Kerkuk elektr stansiyasi va tabiiy gaz quduqlariga o'xshash halqiliq o'rinlarning kontrolligini qo'lga kirgizganligini bildirdi. Kerkukning Iroq armiyasi va Hashdu sha'biy qurolliqlarining kontrolligiga o'tgandan keyin Kerkuk qal'asiga Turkman bayrog'i chiqarildi. Turkman bayrog'ining qal'aga esilishiga Arab, Turkman va Kurdlarning birlikda qaror qilganligi eskartildi. Zaytunburni Sutuq Bug'raxon kitobxonasiga Qozog'istondan keltirilgan qadimgi quruqliq Mo quruqligining avlodlari Uyg'uriston qatorliq yangi tarixiy kitoblar keltirildi. Mo quruqligining avlodlari nomli bu kitob atoqliq arxeolog tarixshunos James Chirigwardning shohona asarlaridan biri bo'lib, bu asarda insoniyat madaniyatiga ta'sir ko'rsatgan yangi tarixiy ma'lumotlar yozilgan. Qadimiy quruqliq Mo nomli asarda Uyg'urlarning tarixi, qadimgi dinlarga oid simvollari hamda zamonimizdagi kishilarning ishonishi qiyin bo'lgan darajadan tashqari mo'jizalik tarixiy ma'lumotlar yozilgan. Telefon 0538 720 70 39 905 343 268 456 902 125 828 213